og'ir oqibatlarga, o'lim holatlariga ham olib keladi. Onalarning farzandida ko'plab uchrayotgan patologiyalardan biri bu grudnoy deformatsiya. Bu nimadan kelib chiqadi? Rahit kasalligi, ya'ni D vitamini tanqisligidan qovurg'alar ichkariga kirib ketadi yoki aksincha tepaga piramida bo'lib chiqib qoladi. Buni nomlari ichkariga kirishi varankoobrazniy, tashqariga chiqishi klividniy hisoblanadi. Buni xavfli turi ichkariga kirganda bu yurakni siqib, hattoki og'ir oqibatlarga, o'lim holatlariga ham olib keladi. Shuning uchun biz uy sharoitida bolani massaj qilib, bemalol buni davolab oldini olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu bolachada o'sha chuqurcha hosil bo'lgan va qovurg'alari o'sha ko'rinib tashqariga chiqishni boshlagan, ya'ni bu yerda pastki protruziyasi boshlangan qovurg'alarni. Shuning uchun biz ya'ni mushaklar bo'ylab massaj qilamiz, albatta ko'krakka tegmagan holatda. Bu massajdan so'ng esa LFK mashq qildiramiz. Mana shu ko'rsatgan LFK'lar mushaklarni mustahkamlab, qovurg'alar faoliyatini yaxshilaydi va albatta eslatib o'taman, massaj qilayotganingizda o'sha yog'ingizni ichiga 3 dan 1 qism D vitaminini yog' ko'rinishidagini qo'shib qilsangiz, ham bolani ratsioniga D vitaminli mahsulotlarni kirgizib va D vitamini preparatlar orqali ham organizmga yetkazib bersangiz, albatta bu kasallikni siz 100% davolay olasiz. Bu videoni albatta farzandli onajonlarga yuborib qo'ying, albatta foydali bo'ladi.